أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan ustoz Abdulvahab Xallab degan kishining ilmi usul fiqh degan risolasi haqida darsimizni davom qilgan bo'lib, 3-qism qoida usuliyya al-lug'aviyya, bu 7 xil qoidani o'z ichiga olgan bo'lib, buningdan biz nechinchi qoida kelgandik deganda, biz buningdan 3-qoida kelgandik. Ya'ni bir kelimeninki dalolatning vodih yoki xafiy bo'lishi. Nima? Dalolatninki vodih va vuduhning martabalari. Vodihu dalola va maratibuh degan shu 3-qoidaninki nechinchisi? 3 so'g'an mupassar kelib to'xtab qolgan edik. Shuning o'zidan darsimizni yanala davomlashtirishga tirishimiz. Bu ustoz Abdulvahab Xallab deydi: Al-mupassaru fi istilahil usuliyyin هو ما دل بنفسه على معناه المفصل تفصيلا لا يبقى معه احتمال للتأويل. فمن ذلك أن تكون الصيغة دالة بنفسها دلالة واضحة على معنى مفصل، وفيها ما ينفي احتمال إرادة غير معناها، كقوله تعالى في قاذفات المحصنات فاجلدوهم 80 جلدة، فإن العدد المعين لا يحتمل زيادة ولا نقصا. وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، فإن كلمة كافة تنفي احتمال التخصيص. وكثير من مواد العقوبات التي حددت العقوبات على جرائم معينة، ومواد القانون المدني التي حصرت أنواعا من الديون أو الحقوق أو فصلت أحكاما تفصيلا لا احتمال معه للتأويل. أم bu qoidaninki qaysi qoida? U 3-qoidani dalolatninki vodih bo'lish va buninki martabalari, darajalari. Masalan, zohiri bo'ladi, nas bo'ladi, mupassar va muhkam bo'ladi deyildi. Undan tanishdik. Degan bo'ldi. Zohir naslan tanishdik. Mupassar o'g'ni, mupassar u qanday desa, mupassar degan nimasi? Usul ulamolarning ko'z qarashidagi mupassar degan u o'zi bilan bir tafsiliy ma'noni uqtirishda qanday qiladi? U o'z nafs bilanchu ma'noi mufassalni tafsili uqtirdi. Hech qanday bir ta'vil, bir nimagacha ehtimolot yo'q. Ta'viliga ehtimol qolmaydi. Masalan, shu mufassarning misolini qatoridan mufassarning shu ehtimol ta'vilga ehtimol qolmaganning misoldandir. Misoldan shuniki bo'lg'ay, siyg'ining o'zi bir tafsiliy bir ma'noni ro'shan bir tariqada bir uqtirilgan bo'lg'ay. Bunun da u nimeniki dalolatninki ma'nisini g'ayrini maqsad qilish qilgan ehtimollikni yo'q qilgan narsa bo'lg'ay. U o'zining sevgisi bir ma'na, bir nimani uqtirdi, tafsiliy bir ma'noni uqtirdi. Va shundan birlikda ma'noni g'ayri qilgan, g'ayri maqsad qilish qilgan ehtimolotni yo'q qiladigan bunday bir narsa ham bor. Masalan, Alloh taolaning so'zishki, pak iffatlik ayollarga
böhtanni to'qib böhtan chaplash barsligi pejriduhum semanine celde. O böhtanxo'r tili uzun gap topqoq mushundoq odamning o'ziga dalilsiz iftiro qilgandan keyin 80 darra uringlar dedi. 80 darradir. Pejriduhum semanine. Bu nima? Semanine bu bir sanığımlık muayyen bir san. Bola vala artıqını 81 degelik emas, vala 79 degelik emas. 81 80 dedi mi? 80 zade. Hiç kandak ziyadet ve noksanlı ihtimali bulmaydı. Mana bu ma'noni tafsili ma'noni uqtirishda mesela ular qamchilanglar degan ma'noni uqtirishchi ro'shan ma'noni uqtirdi o'z ma'nosini. 80 qamchilanglar, darronglar deyishda bu ma'noni aniq uqtirdi. Va endi bu 80 deyishda hargiz uni ortiq emas, kam emas deganni ham buni uqtirdi. Alloh subhanahu va taoloning vaqatilul mushrikina kaffa. Mushriklarning umumen ulardan urush qilinglar. Kaffa degandek. Bu chuqum kaffa degan kalima taxsisning ehtimolini yo'q qiladi. Bir bölükler bilan urush qilib, bir bölüklarni qilib qo'yma deganlik emas. Al mushrikina bu yerdagi alif va lam jins xiroq uchun kelgan alif va lam. Yani demek bütün müşriklerini ko'z tutmoqchi. Bu umum bo'ldi. Qandaq bir yer bir umumlu shundoq bo'lgan bo'lsa, buningdan tushunimizki, bu ehtimol bu omni doirasida azroq kichiltadigan bir muxassis, bir taxsis qiluvchi, doirani kichiklatguchi, doirasini bu omning doirasini azroq qurib talashtiruvchi bo'lishi mumkin degan ehtimollik kallamizda mavjud. Bir taxsisni qabul qiladigan bu biz om bo'lgandan keyin degan ehtimollik mavjud. Ash ehtimollikni yo'q qilish uchun bu yerda kaffatan degan kalima bu keldi. Buningdan boshqacha iroda qilish ehtimolini yo'q chiqarish uchun kaffatan butun mushriklar bilan urushinglar degan chiqdi. Kaffa degan kalima yo'q qiladi taxsisning ehtimolini o'xshash. Va nurg'un ba'zi jinoyat ishlar masalan nimaninki qonun moddalarining ko'pinchisi ham shundoqcha muayyan jinoyatning o'ziga bir muayyan bir jazoni bekitadi. Ambiya demek bu ayetning uzun pejidum semanine celde deganlikning o'zida buningda Alloh subhanahu va taolo o'zi tafsir qilib berdi. Pejidum degan nechin urimiz degan vaqtki bunun sonini 80 durung degandek. Bu mufassir Allah bo'ladi. Ma mushrikina vaqati mushrikin kaffa degan mushriklar bilan urush qilinglar degan ekan. Bu yer bir om mushrikina ilaplamninki kelishdan bu cins sig'roq olib ketdi, umum mushrikkan bo'ldi. Bu umum bo'lg'ayada bu taxsis qilgan ehtimoli mavjud deb shu ehtimollikni yo'q qilish uchun kappa bilan tafsir qilindi. Kappatan deb keltirildi. Bu mufassir oldu o'xshash. Va undan boshqa nurg'un jinoyat ishlar qonun moddalari bo'lib, bu uchun muayyan bir jinoyatga bir jazoning turini bekitadigan nurg'un uqubat moddalar bor. Jinoyat ishlar qonun misal moddalar bor. Va yerlik fuqarolar qonun moddalari borki, bu masalan qarzdan bo'lamdi, bas huquqdan bo'lamdi, shu turini uni qorshab uni bekitib bergan muayyan qilgan qonun moddalari bor. Yoki tafsiliy hukmni texim ro'shanlashtirib tafsil qilib bergan mandaq bir qonun moddalari bor ki uni hech qanday ta'vilni qo'ymaydigan. Xuddi masalan pejriduhum degan o'zi nechin uramiz degandek bir nima bo'lib qoladi-da bunda. Samanina degandek hech qanday bir ehtimol qolmagan bo'ladi. Vala ortiq emas, vala kam emas. Mushrikina degan al-mushrikina degan o'zi om bo'lgandan bu om xos qilgan ehtimollikni bog'ishmamdi degan ehtimollikni kaffatan yo'q qilgan bo'ladi. Shunga o'xshash ta'vilga bo'lgan ehtimol yo'q bo'ladi.
bir hükümni biz tefsil uqtirdi bir ma'noni öz siyg'isilan ro'shan holda bir ma'no tefsil bir ma'noni uqtirdi. Hem şundan birlikte eningdan başqa, oşunun ma'nisidan başqa bir ma'no olgan ehtimollikni hem yo'q qiladi. Buni o'zi deb atladi, mufassar deb atladi deydi. ومن ذلك أن تكون الصيغة قد وردت مجملة غير مفصلة وألحقت من الشارع ببيان تفسيري ببيان تفسيري آه، قطعي قد ببيان تفسيري قطعي أزال إجمالها وفصلها حتى صارت مفسرة لا تحتمل التأويل كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. هنا مشو مفسر ننكي قطار ندر بس صيغنوزي tafsil olmagan halda mujmal keladi. Namozni da qilinglar. Aqimus sola va atuz zakat. Namoz, asli bu namoz bu kelime müştereke. Dua bilen arkanı mahsus alırda. Asli lügat manası dua. Bu dua. Bu ıslahtaki şer'i manası arkanı mahsus. Fi avqatın mahsus. Fi heyetin mahsus. تبدأ من التكبير وتختم بالتسليم. Aşna bak tarif bu şundaqındı. Bu mücmel keyin oldu. Namazın durğuzunları geldik. Namaz qaysı hayatda, qaysı rakatta, qaysı onun keyfiyatta ona ma'lum oldu. Lekin ve ulhiqat qo'shildi bu siyg'a shariy ta'ala tarafidan qat'iy tafsirini bayon qilishdan bo'lgan bir nima qo'shildi as-sig'a shariy ta'ala tarafdan nimani bi bayanin tafsiriyin qat'iyin bir bayon qo'shildiki uning tafsir qilgan bir bayon qo'shildiki o qat'iy bo'lgan uning tafsir qilish uning dalolati qat'iy bo'lgan zoil qiladi bu tafsiriki qat'iy mush bayon aş siğninki mücmel tarafını röşelleştirip onun mücmel tarafını kötürüzdü. Röşellik aylandırıp durdu. Qaysi kat'i olan bayan. Ve fassalaha ve tefsiri kıpırdı aşu bayan tefsiri kat'i nimini aş siğinin üzerine tefsili mufassal kıpırdı. Anılan bu mufassar aylandı. Onundan keyin hech qanday bu ta'vilga ehtimol keltirmaydi. Alloh subhanahu taoloning va aqimus salavatu zakat degan so'z o'xshash, yana valillahi alan nas hijjul bayt degan o'xshash. Bunga masalan bunga hech qanday bo'yicha ta'vilga ehtimol keltirmaydiki, bir masalan mujtahid, bir olim bu Alloh subhanahu taolo aqimus salat debdi. Salatning o'zidan nima maqsad? Masalan lug'at ma'nosi nima duo maqsadkan men buni duo qilsam namozim o'qimasam bo'lgan o'xshamamdi deyolmaydi bu hech qanday bir kimning haqqi emas. Yana onun boshqa masala va atu zakat degan buning kelim mushtarak bo'lma nima bu zakatning asl ma'nosi tazkiya va numu ma'noda zakatni biringlar debdi bundan zakat degandan buni mandaq ta'vil olsak bo'lgan o'xshamamdi zakat degan paklash ma'nodika tahorat va numu ma'noda men ko'nglimni qalbimni pok tutsam shu zakatni ado qilgan bo'lganman alloh taolo zakatni biringlar degan gapning o'zidan qalbingni pok tutinglar masalan billah mana deb manda xususiy ta'bil berish bu mujtahidning haqqi emas bu alloh subhanahu taolo buning uchun payg'ambarning dalil orqali bu sunnat qat'iy orqali buning uchun nimani ijmolini ko'tiryapti tafsili bu mufassirga aylandi demak shariy taolo mufassir Allah'ın Resulü mufassir ayetni tafsir qilish orqali yoki ayetni hadislarni tafsir qilish orqali bu mufassir bu nima bu bo'lib qoldi bu mufassirga aylandi
bu icmal kötürülüp mesela hem tefsiri oldu, ne oldu, mufassar oldu. Kimede hiç qanday ihtimal tevilgüçü ihtimali bulmaydı. Halaganç bir adam ben bandak düşünüp alsam bulgun şeydi o salat degeni dua manisi olgandaki lügatda ben dua kılsamla namaz okunsam bulurken aşın orunda bulgun şey dep kalsınmay. Zakat degeni bu paklaş olgandaki ben bu konumun paklışsam paklaşken gep ada olgandaki zakat bermesem bulgun şey dep onu şu tevil veriş bir kimne hak emas. Çünkü bu mupassar buldu şari'ninki tefsir kılış bilen. Yani şari Allah'ın Resulü'nün tevil kılış bilen şunga tefsir kılıp birişler. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz nimde tefsir kılıp gelirse sallu kema ra'eytumuni usalli. Ben namaz okumuş, namaz okunla dedi. Benim ağuz nemilen bu tefsir ve kat'i bayan bilen bu bununki masiğinin icmali tarafını götürüvetti. Ben kandak namaz okusam şuna namaz okunla degendek. Yani ben onu başka mesela bu ve atu zekat. Zekatını bırakırlar. Mesela hatu ruba üşri emsalikum diyen bir hadis var diye. Hatu ruba üşri emsalikum. Sizlerin mal mülkünün onun tütünün birine, yani 40'tan birini bırakırlar diyen. Bu hadis yani bunu tefsiri kıldı tefsir kıtbadi. Demek bu mufassar ruket. Hiç kandak tevilga ihtimali bulmaydı. Yani onun başka Allah subhanahu wa ta'ala sözü ki velillahi alen nasi hicul beyti men istata ileyhi sebila diyormuşlar. Allah Teala için her kandak insanın geldiğine beytlarına hac kılış farz. Degende. Ama bunun uzun beytlarına hac kılış, hac degeni kasada, zara, mende maksat kılgan, beytlarını maksat kılış beriş var, beytlarını ziyaret kılış var. Ama adam bunun hemen bu velillahi ala nas hicil beyti dep. Hac degan gapni, hac degan gap. Qasada va zara man degan ekan. Men ya falan appa hocamdak, ya falan yerdekidek, bir nimedek, bir hocam yoki nimene shayx benim üzne, ya mening falan ustoz yoki cho'ng bir urug' tuqqanlarim ne. Mandaq yoki o'zimning yurtini mana bir ziyorat qilsam, haj qilsam bo'ladi-ku, demaydi. Onun o'xshash ehtimollikni hammanicha yo'q qiladigan mayada nimba uning ma'nisining boshqasini iroda qilishni ehtimollikni yo'q qiladigan bir mufassir bor. U qaysi? Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kelgan masalan namozni bayon qilish jarayonida sallu kama ra'aytumuni usalli degandek. Zakat ne birinla işte zakat hakkındaki bu kancılık nimedən qancaq birdi, qanun qancaq birdi degandek mesela qaçandan qaçangaç birdi, qayak birdi onu. Degan ahvalның hammani hatu ruba ushri amsalikum. Bundan bayan qilib bergan bo'ldi. Mesela bu nimen uchun hajdan kindigan xuzu anni manasikakum degan bu hadis sharif bilan bayon qilib berdi. Mushmush. Buni hech qanday ta'billik ehtimolot qolmaydi. Qolmaydi. Buni o'zim deyildi. Mufassar değildi o değil. Yine Allah subhanahu wa ta'ala'nın sözü ki ve ahallallahu bey'a ve harramar riba. Fassalatu ve zekatu vel haccu ve riba. Kullu hazi elfazun mucmeletun leha ma'anin şer'iyyetun lem tufassal binefsi sigatil ayeti. Ve kad fassalar Resulü sallallahu aleyhi ve selleme معانيها بأفعاله وأقواله فصلى وقال أما تبند دبتكم صلوا كما رأيتموني أصلي وحج وقال خذوا عني مناسككم وحصل الزكاة وفصل الربا المحرم وهكذا كل مجمل في القرآن فصلته السنة تفصيلا وافيا يسير من المفسر ويكون هذا التفصيل جزءا من المفصل مكملا له ما دام قطعيا وهذا ما يسمى في الاصطلاح الحديث التفسير التشريعي الذي مصدره الشارع نفسه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله سلطة التفسير والتفصيل بقوله سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
En Allah subhanahu wa ta'ala'nın tevenkisi uçuş ki ve ahallallahu bey'e ve harramer riba. Bunu uzdu mu? Mesela Allah beyni halal kıldı ve ribanı haram kıldı. Bu hem de bunun körünüş manisi beyni halal kıldı, ribanı haram kıldı gen lebzдің üzdü nesin uzun çıkan manisi bu zahir oludu yukarı biz okuduk. Bunun fakat bu riba degen beyge okşuşmaydı ekan. Bey başka narsa ekan, riba başka narsa ekan. Ardıqdaki mumasalatni okşun nepi qilish. Bu müşriklarninki innemel bey'u misl riba. Bey degan riba o'xshaydi degan mushu ko'z qarshi redden Allah subhanahu wa ta'ala'nın ve ahlallahu bey ve harramar riba. Bu zahir mensir zahirene. Anın aslında çıkan mana ki bu aradaki o'xshishni yo'q qilganlik bu nasl bo'lgan. Bunda mesela salat, zakat, haj, riba. Bu lafzlarning hammasi mujmal. Onun için şer'i manası var ki bu ayetinin sigasının üzülen muayyen tefsil kılıngan şer'en manası var. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ma'nosini o'zining qilmish harakatlari bilan sallu kama ra'aytumuni usalli buni man qanday qilsam shunday qilinglar deb o'zining fe'l bilan bayon qilib berdi. Namoz o'qib berib, hatto beshida oxirini tortib o'qib berib, mesela Cibril aleyhissalatu vesselam'dan Resulullah aleyhissalatu vesselam'a ta'lim berish bilan dastlabda namozning dastlabki vaqti o'qidi, har namozning avvalgi vaqtida, keyin oxirgi vaqtda, har namozning oxirgi vaqtida o'qib berdi. Uchinchi kuni mush ikkisining orlig'idagi ikki vaqt, avvalgi vaqt bilan oxirgi vaqt sizning o'qimoqchi bo'lgan namozningki vaqti mush shu deb bayon qilib berdi. Demak, payg'ambar o'ziniki fe'llari bilan bayon qilib berdi va o'zining so'zlari bilan bayon qilib berdiki, ha turba ushur amsalikum xudu anni manasikakum. Ve yüzümünde kaldırılan hem bu ayetin şu nemisine e, icmali tarafını tefsir kıpırdı Resulullah Aleyhisselam. Yüzün kavli piller. Dedi ki mesela namaz okudu ve dedi. Ne kadar sallu kenaraydı bunu usalli. Ben kandak namaz okumasam siz şu benim namazımın kögendekle namaz okunmadı. Haj kıldı ve dedi. Mendin sizin haj faaliyetinin elanlar. Ben kandak olsam şunu kılınlar dedi. Şunu Peygamberimiz Zilhicce'nin 9'da bir tөгünün üstüde şöyle ne kılış şu. Bütün halklar kösün için kandak kılganlığını ya da haj kılganlığı. Ve hasala zekat. Zakat ne mesela ona ne kıldı? Ve onun gibi çok tefsir qilib berdi. Zakatni yig'di, onun tefsirle deb onun tefsir qilib berdiki, xudu hatu ruba ushur amsalikum degandek. Va riba haram qilgan ribani ham ayrim qilib berdi. Bog'i olti narsa haqida masalan yadan biyad misl biyad misl bimisl degan nima shu olti narsa haqida deb uni o'zi oltilar cheklanish qilmaydi ashunga masalan miqdorda uni shu kamjada va uni boshqa quvvat olishda uni bara solishda ishlaba Aşın üzde ortak olduğun kandak başka neyse şu altı neyse okşaşkan bolsa şunu okşaş yani haram. Demek ribay muharramni bunu tefsir qilib berdi. O şunsiz Qur'oni Karim kelgan har qanday mujmal bo'lgan bo'lsa, sunnat uni yetarlik tafsil qilib bergan bo'lsa, bu mufassirning qatorida mumkin. Uni mufassir deb ataymiz deydi. Bir qator tafsir qilinib bo'lgan. Bo'ladi bu tafsil mufassaldan bo'lgan bir juzi bo'lgan bo'ladi. Bu uni o tafsilcho uni u mufassalni to'liqlovchi bo'lgan bo'ladi. Talama mash mufassir qat'iy bo'lgan bo'lsa. Mufassir qat'iy bo'lgan bo'lsa. Alma mufassir qat'iy. Masalan, uning subut qat'iy oyat karimdan va dalolat qat'iy. O'sha bir ma'noni uqtirdi ana. Muayyan bir ma'noni uqtirdi. Ama bunu tefsirleştirdiğin bu hadis müçü kat'i oluş gerek. Subut kat'i oluş gerek. Ayetninki dikkat kılgan mühim bir mezmun var. Ayetnin subut kat'i olur. Arkanda ayet Allah Teala tarafından müşkelliği kat'i
Onu hech qanday shak shubha qilish billah bu mo'minga yarashmaydi. U dindan chiqadi agar oyatninki subutning qat'iy ekanligiga ikkilanib qolsa iymondan chiqib ketadi. Demak, subut qat'iy. Dalalti ba'zi oyatning dalalti oyatning jiqlari subut dalaltim qat'iy bo'lgan bo'lib, uning nemizcha ba'zi oyatning dalalti danni bo'ladi. Masalan, inna shaniyaka nima fasalli robbika vanhar inna shaniyaka val abtar degandak. Sen fasalli li robbika salli ashana o'zida bu amrniki dalal danni. Ha, namoz o'qigan. Fasalli li robbika vanhar. Sen namoz parvardiging namoz o'qigan vanhar. Vanhar degan kalima qo'lingni nahringga ko'kringga qo'ygin degan buni ham ehtimol bo'lib qoldi. Yana bir ma'nosi, yana bir ehtimol keltirib qoldiki, masalan, qurbonlik qilgan degan gap. Ammo shuni o'xshash oyatning ba'zisining demak subuti qat'iy dalolatdan bo'ladi. Ammo hadisdan ham dalolat ham qat'iy bo'ladi, dalolat dannim bo'ladi. Subut ham qat'iy va subut ham zannilar va. Ammo shu oyatni mufassir bo'lgan oyatni tafsir qilmoqchi bo'lgan mufassir bo'lgan nima hadis ne bo'lishi kerak? U uniki tafsirisi dalalati qat'iy bo'lishi kerak deydi. Subutim qat'iy va dalalatim qat'iy bo'lishi kerak. Agar uning subuti va hadisning qat'iy bo'lmay danni yo'qdi, uni tafsir qilolmaydi. Uni mufassir bo'lolmaydi. Dalalati qat'iy bo'lmay danni yo'qdi, u ham vaqticha uni tafsirlashtirolmaydi. Uni mufassir bo'lolmaydi. Shunga madamiki u nima qat'iylan bo'lgan bo'lsa, bu mufassalda bo'lgan bo'ladi. O nima o hadis o tafsilat yakunencho mukammel kamil qilgan bo'ladi. Buning o'zi usul hadis mustalal hadis qoidasi bo'yicha aytganda buni at-tafsir at-tashri'iy shar'iy jihatdan tafsir qilish. Shariy o'z tafsir qildi. Allah'ın Resulü tafsir qilib berdi. Shariy taala yani Allah'ın Resulü öz tafsir qildi degan bo'ldi. Bu tafsir tashri'iy deb ataldi bu ne deydi? Mustalah hadis bo'yicha aytganda. Yani onun masdari shariy demekçi. Shariyning o'zi. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala tafsir qilish va mujmal bo'lganni mufassal qilish huquqini to'liq berdi. O'zim sizlarga va anzalna ilayka zikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim. Sana biz zikrini tushirdik. Yani Kur'an-ı Kerim'ini tushirdik. Nima uchun? İnsanlarga aşağı tushirgan narsning o'zini bayon qilib berish uchun demek. Yani tafsir tabiin huquqini, tafsir huquqini Cenab-ı Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e berdi demekçi de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demek bu nima? Bu tafsirninki teşri'inin menbesi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an tafsirinin özücü yani tafsir buludu. Yani tafsiri mufassir bo'lgan bo'ladi. Oyat mufassir bo'lgan bo'ladi. Shuncha deydi. Xo'sh. Endi وحكم المفسر أنه يجب العمل به كما فصل ولا يحتمل أن يصرف عن ظاهره ويقبل حكمه النسخ إذا كان مما بيناه في الظاهر أي حكما فرعيا يقبل التبديل فالتفسير الذي ينفي احتمال التأويل هو التفسير المستفاد من نفس الصيغة أو المستفاد من بيان تفسير قطعي ملحق بالصيغة صادر من المشرع نفسه لأن هذا البيان من القانون وأما تفسير الشراح والمجتهدين فلا يعتبر جزءا مكملا للقانون ولا ينفي احتمال التأويل وليس لأحد غير الشارع نفسه أن يقول فيما يحتمل التأويل المراد منه وكذا لا غيره. Endi bu mufassirning hukmi emas, hukmini mutlaq amal qilish vojib. Qanday tafsir qilgan bo'yicha buning zohir ma'nosini boshqa tarafga tushirib o'tish u ihtimal keltirmaydi. Öyle degandek, masalan, namazning asl lug'at ma'nosi duoti, men duo qilib, men nim qilsam bo'la
Dua bilen kelam kifayelik namaz kılsam bula değil miydi? Zakatın lügat manası bu taharette men kalbimle pak kıysam, kiyim keçikne pak kıysam zakat vermesem buldu dep. Bana da tafsir kılış, ihtimal kılıyoruz. Zahir manasın başka bir taraf küçük ihtimal keltiriş bu bir kimin adnemez. İhtimal mı keltirmeydi? Hem bunun hükmü neshini kabul kılıdı deydi. İza kana mimma beyennahu piz zahiri. Hem bu Peygamber Aleyhisselam'ın devrinde eğer bu nesk kılıngan bolsa o neskini kabul kılıdı. Mufassir e, Resulullah'ın devrinde olgan bolsa o neskini kabul kılıdı. Kandak biz bunu zahirde bayan kandak yani hükmen per'iyen yakbalu tabdile. O vaqt şu tebdilini kabul kıladigan per'i bir hükümün üzüde bunun hükmü neskini kabul kılıdı. Mesela tefsir ki bu tevilinin ihtimalini nefi kılırgan tefsir o olsa sığının uzun paydalanılgan tefsir. Ya ki kat'i bir tefsirinin bayanından paydalanılgan tevil. Ki bunu sığın koşulgan, onu müşerri'nin uzun şeriat koşun özün çıkkan, müşündak bir tefsir o. Çünkü bu bayanı kanunu katardım bolgan buladı. Ama şurrahlarının başka müctehit alim, ölema, o bunun tefsir kılışı bu kanuni tolduğucu bir parça dep kataba kılınmaydı. Valla bu tevilinin ihtimalini hem o nepi mi kılmaydı. Tevil ihtimali bolgan buladı bu. O kimden şurra şerik uçu ve başka müjtehit ulema o bununki. Demek bu müşerri'nin üzün buludu bu. Nime? Bu müfessirninki tefsiri. Bir kim için şari'nin üzün başka, bir kimninki bu onun da maksat kılgan tevilinin ihtimali hakkında bir narsani deyish bir kimning haqqi emas. Bu ulan bu o tavil bu onun boshqasi emas. Bu yoki onun boshqasi emas deyish shari'ninki shariat quvchining bunun boshqasining bir kimning haqqi emas bu. Ve yadharu min muqaranati tafsiri bit ta'vili enne kulle minhuma tebyinun lil muradi minen nas. ولكن التفسير تبيين للمراد بدليل قطعي من الشارع نفسه ولهذا لا يحتمل أن يراد غيره وأما التأويل فهو تبيين للمراد بدليل ظني بالاجتهاد وليس قطعيا في تعيين المراد ولهذا يحتمل أن يراد غيره. Hem bu tefsirini tevilga seliştirme kılıştın şu aşkar oldu ki çokum her bir ikisi tefsir ve tevilde bulan her biri nesnin maksızını bayan kılış. Tevil mi şu, tefsir mi şu? Nesnin ki ayet hadisinin maksat muradını bayan kılış. Lekin tefsir olsanda tefsir maksatni keskin delille bilen onun subutunu kat'i ve dalalatını kat'i mandak meyle hadis olsun meyle ayet olsun onun subuti ve dalalatı kat'i boğan delille maksatını bayan kılak nime tefsir. Kimden? Bunun şari'nin üzüdün. Başka müçtehit ulema o bu demez. Şurrah taraf demez. Müçtehitin bu tefsirci ihtimal keltirmeydi. O tefsirinin gayri irade kılış ihtimal keltirmeydi. Bunun da bulan nime tefsir şarihinin üzdün bulan dikin. Ama tevil kelsek bunu maksatını uqturdu. Ama maksatını bayan kılışı bu ilki onunki subuti ya ki dalalti kati olmagan. Danni delillen uqturuş. Bunu tevil. İctihatlen mesela. Müştehitlerinin ictihadıyla bunu uqtur. Bu tevillen tefsirin farkı şu. Tevil delil katgıyla şarinin üzüdün. Tevilcu, tevil maksatını bayan kılış delil danni bilen müştehitler tarafıdır. Emas bu tevilinin delili delil katı emas maksatını muayyenleştirişte. Müştehittin bu tevil bu tevilinin başka mananı maksat kılışkı ihtimali hem buludu deydi. Hoş dersimizin devamı 2 saat oldu. Vakit itibariyle başlamak failimiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.